Assalomu alaykum, barchangizga xayrli tong, xayrli kun yoki xayrli tun. Barchangiz bilan yana ko'rishib turganimdan xursandman va yana sizlarga dars o'tayotganimdan xursandman. Chunki bugun 6-sinfning 3-mavzusini darsini joylaymiz. Ya'ni o'simliklarning hayotiy shakllari. O'zi hayotiy shakl deganda nimani tushunamiz? Shakl bu ma'lum bir ko'rinish bo'ladigan bo'lsa, hayotiy shakl endi hayotga ma'lum bir holatda ko'rinishda moslashish deyiladi. Endi o'simliklarda bu qanaqangi moslashishlarga ega deyilsa, quyidagi 4 ta guruhga moslanadi, ya'ni bo'linadi. Xo'p, to'rala guruh qanaqaligini sizlar bilan birma-bir ko'rib chiqamiz. Endi hayotiy shakl degan iborani o'ziga ta'rif bor. Ana shu ta'rifni yaxshilab yodlab olamiz. O'simliklarning tashqi muhit ekologik sharoitlariga turli xil shakllarda moslanishi bu hayotiy shakl deb ataladi. Aynan kitobdagi bilan birga-bir holatda yodlab olinglar. Chunki bular testlarda tushadi va shu hayotiy shakllar quyidagilarga bo'linadi. Hozir kompyuterdan ko'rsatamiz. 6 ta guruh deyilgan. O'zi 6 ta guruhchalarga nisbatan bo'linsa 4 ta guruhga bo'linadi. Qanaqa deyilsa, birinchisi eng katta hayotiy shakl daraxtlar. Ikkinchisi buta ko'rinishida hayotiy shakl. Uchinchisi esa yarim butalar. Endi to'rtinchisi o't o'simliklar hisoblanadi, ya'ni o't ko'rinishidagi o'simliklar. Ular ko'p yillik o'tlar yoki 2 yillik o'tlar yoki 1 yillik o'tlar bo'ladi. Mana shu holatda bo'linadi. Mana daraxt, buta, yarim buta va o't o'simliklar. O't o'simliklar o'zining ichida 3 ga bo'linyapti. Ko'p yillik, 2 yillik va 1 yillik. Endi har bittasini o'zining ta'riflari bor. Ana shu ta'riflari bilan tanishib va ichida yana bir qancha bo'limlarga bo'lib chiqamiz. Bugungi mavzuyimiz o'zi aslida shu. Endi daraxt deganda nima kirishi kerakligini albatta bilasizlar, chunki Amerikadan kelib qolmaganmiz. Albatta bu kontentimizni O'zbekiston aholisi, O'zbekiston yoshlari ko'radi. Ya'ni o'zbekistonliklar daraxt deb turib nimani atash kerakligini bilishadi. Masalan, archa yoki olma yoki terak. Yoki mana o'zimizda Andijonda, balki Toshkentda ham ko'proq ekilgan qaysi daraxt? O'sha daraxtning nomiga marafon uyushtirildi. Kommentga yozib oling o'zingiz. Aynan 2026-yil ana shu daraxt gullagani uchun marafon uyushtirildi. U daraxtning nomi. Xo'p, daraxtlar bitta yo'g'on tanali. Ushbu slaydimizga ham yozyapmiz. Bitta yo'g'on tanali, yog'ochlashgan tanali, ya'ni bitta yo'g'on yog'ochlashgan tanali, baquvvat ildizli, keng shox-shabali, ko'p yillik o'simliklar. Ko'p yillik o'simliklar. Hop, bular shox-shabbasini tuzilishiga, shakliga ko'ra quyidagi 3 turga bo'linadi. Yoyiq shox-shabbalilarga, g'uj va tik shox-shabbalilarga va sharsimon shox-shabbalilarga bo'linadi. Yoyiq shox-shabbalilarga har tomonga tarqalgan, shu yoyilgan shox-shabbali o'simliklar, misol uchun olma, o'rik, yong'oq yoki shaftoli. Mana shular shox-shabbasi yoyiq holatda. Keyingi o'simliklarimiz g'uj va tik, ya'ni shox-shabbalari bir-biriga yaqin joylashgan. Bunga terak misol yoki qayrag'och misol. Bu yerda qarag'ay bilan terak berilyapti. 3-o'simlik sharsimon shox-shabbali o'simliklar. Bunga esa sadaqayrag'och misol bo'ladi. Bularning shox-shabbasi xuddiki dumaloq bo'lib o'sadi, sharsimon, shar shaklini eslatadi. Mana shu holatda bo'ladi. Hop. Endi daraxtlarni sharoitlarga moslanishi. Ushbu rasmda biz daraxtlarni shox-shabbasini ko'rishimiz mumkin. Birinchisi g'uj va tik o'simliklar, ikkinchisi yoyiq shox-shabbali o'simlik. Uchinchisi esa mana shu sadaqayrog'ochniki singari sharsimon shox-shabbali o'simlik. Albatta sharsimon shox-shabbali o'simlik bunaqa kichkina bo'ladi degani emas, yoyiq esa bunaqa katta bo'ladi degani emas. Sadaqayrog'och o'simlikni ko'rganlar bo'lsa, juda ham yirik o'simlik, ayrim olmalar yoki yong'oqlar unga yeta olmaydi. Juda katta o'simlik. Keyingisi buta. Bu bilan ham tanishib chiqamiz. Endi daraxtlar turli xil sharoitlarga moslanishi. Masalan, archa, bu ham daraxt. Faqat tog'li hududlarda o'sadigan archalarning bo'yi unchalik baland bo'lmaydi. Tog'larning o'rta qismida o'sadiganlari mana baquvvat bo'lyapti, baland bo'yli va bo'ydor bo'lib o'syapti. Lekin baland tog'dagi archachi. Hozir sal pastroq tog'da aytdik, ana shu tog'ning balandroq qismida o'ssa u archa. U archaning bo'yi
0,5-1 metr bo'ladi. Ya'ni yarim 1 metr bo'ladi. Ularda bo'yi pastroq bo'lishining sababi u yerda sovuq bo'ladi va kuchli shamollar bo'ladi. U daraxt o'zini tanasiga oziq modda yetkazib olish kerak yoki shamol bo'lganda qo'zg'alib uchib ketmasligi kerak yoki sinib ketmasligi kerak. Shuning uchun kichkinagina mustahkam chayir bo'ladi bu yerda archalar. Keyingi hayotiy shaklimiz bizda butalar. Butalar endi bitta yo'g'on tanali bo'lmaydi. Ular bir nechta yog'ochlashgan tanali juda ham serxoh o'simliklar hisoblanadi va ko'p yillik o'simliklar hisoblanadi. Endi poyalari ildizidagi qo'shimcha kurtaklardan poyasi hosil bo'laveradi. Shuning uchun ularning poyalari juda ham ko'p bo'ladi. Butaga misol qilib olishimiz mumkin. Butalarga misol irg'ay, singirtak, namatak, zirk, bodomcha, uchqat, anor, limon, ligisturum, qoraqat, nastarin. Mana shular butalarga misol hisoblanadi. Endi bularni madaniy va yovvoyi turlarga bo'lib ham yodlashimiz mumkin edi, ammo bizga mana shu holatda yodlashimiz ham yetarli. Ularni o'lchami juda yirik bo'lmaydi. 4-5 metr oshib ketsa shunaqaga yetadi yoki 2-3 metrdan oshmaydi. Ko'pinchasi 2-3 metrdan oshmaydigan buta hisoblanadi. Keyingi hayotiy shaklimiz yarim butalar. Yarim butalarda qoidasi mana shu holatda. Ya'ni poyasini faqat tepa qismi, ya'ni poyani ma'lum bir qismi yog'ochlashgan bo'lsa, yog'ochlashmagan yashil qismi qishda sovuq urib qurib qoladi. Yog'ochlashgan qismi esa qishda saqlab qolinadi. Va keyingi yili ana shu qismdan yana yangi novdalar o'sib chiqadi. Shu tarif aynan yarim butaga tegishli. Ya'ni poyasining yer ustki qismidagi yog'ochlashgan qismi turadi, yog'ochlashmagan yashil qismini qishda sovuq urib ketadigan ko'p yillik o'simliklar bu yarim butalar hisoblanadi. Hop, yarim butalarga bizda misollar izen, keyruk, teresken, sarsadan shuvoq. Mana shular yarim butaga misol hisoblanadi. Keyingisi o't o'simliklar quyida 3 turida rasmida berilgan. Ya'ni eng tepasida bu ko'p yillik o't o'simliklar, keyingisi 2 yillik o't o'simliklar, uchinchisi esa 1 yillik o't o'simliklar. Ko'p yillik o't o'simliklarning tarifi yarim butanikiga o'xshab ketib qoladi, lekin yarim butanikidan farqi bor. Uni albatta orqaga qaytib eshitib olasiz. Ko'p yillik o't o'simliklarda poyasining yer ustki qismi qishda qurib qoladi. Poyasining yer ustki qismi. Yarim butada qanaqa edi? Buni kommentga yozib keting. Poyasining yer ustki qismi qurib qoldi. Endi poyasining yer ostki qismi nimasi? Mana rasmda ko'rsatib turibdiki, piyozchasi turibdi rasmda yoki kartoshkaga o'xshab tugunagi turishi mumkin yoki ildiz poyasi turishi mumkin. Poyasining pastki qismidagi shu tugunagi, kartoshkasi, piyoz boshi yoki ildiz poyasi holatda qishlaydi. Keyingi yil ana shundan yangi kurtaklar hosil bo'lib, yana yangi poya hosil bo'ladi. Mana shu holatda ko'p yillar yashaydi aynan shular. Bularda qaysi organlari qishlab qolishligi bu yerda ham aytib ketilyapti. Bularga misollar. Misollar o'zi 16 dona. 16 donani hammasini yodlashimiz shart. Qaysilari esa beda, ajra, g'umay, sachratka, piskan piyozi, kiyikot, sallagul, qoquvut, shirinmiya, iloq, lola, qamish, andiz, yalpiz, kovrak, gulsafsar. Aynan shuni o'zingizlar qaytarishinglar kerak, juda ham tez holatda. Ya'ni beda, ajra, g'umay 2 yillik o't o'simliklar. 2 yillik o't o'simliklar birinchi yili urug'dan ko'karib chiqadi. U payt faqat vegetativ organlar hosil qiladi, ya'ni bargini hosil qiladi, ildiz, poyasini hosil qiladi. Ikkinchi yili esa generativ organlar hosil qiladi. Ya'ni meva hosil qiladi, gullaydi, urug' tugadi. Mana shu holatda. Bularga misollar 2 yillik o't o'simliklarga lavlagi, sabzi, sholg'om, sigir quyruq misol bo'ladi. Bundan tashqari ham o'zingizlar keltirishingiz mumkin ildiz mevali bo'lgan o'simliklarda. Ildiz mevali o'simliklarda biz 9-mavzuda o'tamiz. Ana shunda ham yodlab olasizlar. Bularda rasmidan mana ikkinchi rasm aynan 2 yillik o'simliklarga tegishli. Birinchi yili ildiz va barg hosil qilyapti, keyingi yil esa gullayapti. Albatta sabzini birinchi yil ekib turib sug'urib olmasak, ikkinchi yili mana shu holatda gullaydi. Yoki karamdi.
Birinchi yil o'zi to'p barg hosil qiladi ko'pgina. Ikkinchi yili esa qolib ketsa, to'p barg hosil qilmaydi-da, mana shu holatda gullaydi. Mana shunaqa. 1 yillik o'simliklar. 1 yillik o'simliklar butun boshli hayotini 1 yil ichida davom etkazadi va tugatadi. Ya'ni birinchi yilda o'zida boshlaydi hayotni, barg ham hosil qiladi, poya ham, ildiz ham, meva ham, urug' ham, gul ham hosil qiladi va ana shu yilda o'zida tugatadi. Bularga misollar ushbu slaydimizda keltirib o'tilgan. G'o'za, bug'doy, arpa, zig'ir, yeryong'oq, mosh, no'xat, sholi, pomidor, qalampir, qovun, tarvuz, rayhon, mana shularda hammasi misol bo'ladi va sizlar bularni yodlab olinglar. Chunki testlarda tushadi. Hop. 1 yillik o'simliklar hamma hayotiy jarayonni 1 yilda o'zida tugatib qo'ygani bilan ularni xilma-xilligi juda ko'p. O'zi dehqonchilikda juda ko'p foydalanamiz 1 yillik o'simliklardan, chunki hozir sanab o'tganlarimizning ichida bizni kundalik hayotimizda yeydigan oziq-ovqatlar, ya'ni sabzavotlar juda ham ko'p sanaldi. Endi xilma-xillikgacha. Xilma-xilligi endi 5-20 sm keladigan o'simliklar bor 1 yillik o'simliklar ichida. Ular momaqaltiroq qo'y tikan hisoblanadi. Ya'ni 5 sm dan 20 sm gacha. 5 sm mana shuncha, 20 sm ustiga mana shuncha minatda 20 sm bo'ladi. Yoki bo'ydor bo'lgan o'simliklar bor. Ya'ni poyasi 1 metrdan oshadi. 1 metrdan oshadi deb turib 6-sinf ma'lumotda berilgan. O'zi hayotda ko'rganlar bor. Poyasi 2 metrdan ham oshib ketadi. 3 metrga yetib boradigan o'simliklar mana shu joyda keltirilgan. Kanakunjut, makka jo'xori va kanob. Mana shu o'simliklar poyasi hattoki 3 metrgacha yetadi, ammo testda belgilayotganda poyasi 1 metrdan oshadigan 1 yillik o'simliklar esa mana shularni belgilayverasizlar. Bular juda ham tez rivojlanadi, chunki 1 yilda o'zida hamma hayotini jarayonlarini, ostanovkalarni, bekatlarini hammasini o'tkazish kerak. Hop. Mavzu bo'yicha bizda savollar. Birinchi savolimiz: o'simliklar hayotiy shakli deganda nimani tushunasiz? Ikkinchi savolimiz esa: daraxt va butaning asosiy tuzilishidagi farqi nimalardan iborat? Bu ikkinchi savolimiz. Uchinchi savolimiz: yarim butalar qanday o'simliklar? Ularga cho'llardan misol keltiring. Bormi? Yarim butalarni taniydiganlaringlar ana shularni yozib ketinglar. To'rtinchi savolimiz esa: 2 yillik o'tlarning hayotiy sikli qanday kechadi? Birinchi yil nima hosil qiladi, ikkinchi yil nima hosil qiladi? Va misollar ayting. 2 yillik o't o'simlikka misol. Mana shu bilan darsimiz tugadi. Hammaga rahmat. Alloh o'rganayotganimizni ziyoda qilsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.